Saodat opa, ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizni muntazam ravishda kuzatib boramiz. Sizni kuzatuvchilaringiz, muxlislaringiz ham bilishadi. Qanday sizni oldingizga qaysi bir og'riq bilan murojaat qilishsa, kelishsa bemorlar birinchi bo'lib tomog'ingdan ekma ol deysiz. Masalan, u oyoq og'rig'i bo'lsin yoki bo'lmasam ayollarning kasalligi bo'lsin yoki tomoqdagi og'riq yoki tomoqdagi shu buqoq deymizmi? Nima uchun aynan bu mavzuni yaxshi ko'rasiz? Assalomu alaykum, Saodat Yorunani YouTube'dagi kuzatuvchilari. Bugun biz sizga aynan dolzarb bo'lgan mavzuni mutaxassisimizni o'zlaridan so'rab bilib beramiz va bilamiz ijtimoiy tarmoqdagi sahifamizga ham aynan shu savol juda ham ko'p kelgan. Bu mavzu haqida batafsil tibbiyot fanlari nomzodi, gepatolog, infeksionist Saodat Yorunani o'zlari gapirib beradilar. Marhamat Saodat opa. Assalomu alaykum. Bilasizmi, anchadan beri unutilib qolayotgan narsalar bor va bu unutilib qolayotgan narsalar bular o'z boshimchalik bilan harakat qilishni boshladi deyman. Sabab oddiy narsa 60-chi, 70-chi, 80-chi yillarda oddiy raddomlarda, hatto 90-chi yillarda ham bor edi. Raddomlarga borganda onani tomog'idan ekma olardi, raddomga kirish oldi. Albatta, mana o'sha yerda tug'ilganlar yoki o'sha yerda tuqqanlar bo'lsa, agar kadr ortida ko'rib turgan bo'lsa, ular biladi. Ularda albatta tomog'idan ekma olinardi. Nega deganda, mana tomoqda stafilokok, streptokok bakteriyalar bo'ladi. Bakteriya, virus emas. Bakteriya va u bizda kirish darvozamiz tomoq bo'ladi. Og'izdan kirganda birinchi uchraydi mana shunday qilib glandlar deymiz, ya'ni tomoqdagi bodomcha bezlar darvozamizda birinchi ichkari kirganda yopilib turadi. Har bitta odamning uyida darvoza bor, yopib turadi. U darvozani ting-ting qilganda kimligiga qarab keyin kirgizamiz. Xuddi shunday organizm bir butun. Organizmda ham birinchi darvozamiz mana turibdi, bodomcha bezlari. Tashqaridan stafilokok, streptokok bakteriyalar keldi. Qayerdan keldi? Har xil. Masalan, to'yga bordi, bizda o'pishib ko'rishadi. O'pishib ko'rishaveradi. Uje keldi, masalan, deyapman. Bu oddiy narsa bo'ldi. Endi keldi tomoqda. Tomoqdan keyin taqlatadi, boshlaydi, tomoqda qizarish, yallig'lanish, shishish, hatto yiringlargacha bo'ladi. Chunki qo'ymaydi, yo'q deydi, kiraman deydi, yo'q deydi, yo'q deydi, kirgizmayman deydi. Unga limfalar yordam beradi, limfalar shishib kelaveradi. Bizda ko'pincha mana shu tomog'i tez-tez og'rish deganda, ya'ni immuniteti kam bo'lsa yoki uyida onasimi, ya'ni kimdir tomog'ida tashuvchi infeksiyasi bo'lsa, uni tomog'i tez-tez og'riyveradi. Bolachalarda og'rishda birinchi qizaveradi, ular boraveradi, doktorga boraveradi, lor nima qiladi? Lor nima qiladi? Yiring artaveradi yoki lor yo'q, doktor yo'q, ana kampirlarga olib borib qo'li bilan artib qo'ydi deyman. Chunki qo'li bilan artganda infeksiya kiradi yerda, qonaydi. Buni oddiy deb qaraydi. Mana bu eng katta fojia deyiladi. Endi uni oldi artaveradi. Shu bilan infeksiyani tashqaridan ichkariga kirgizib qo'yishadi, deyman, tomoqlarni artganimizda. Demak, ana shu paytda tez bolam kasal bo'ldi, nima qilay? Shu kasal bo'lmas uchun nima qilay? Ya'ni men har doim aytaman, tapichkada mix bor. Kirdi, yara qildi. Oldi, hamma mana bu yarani davolash bilan ovora bo'ladi-da. Ana shu joyda biron kishi tomoqdan ekma ol demaydi-da. Chunki agar tomoqdan ekma olinganda balki o'sha nimani bodomcha bezlardan ayrilmas edimi? Masalan, chunki nima deydi? Bo'ldi, anginani oldirib tashlab qutulasan deydi. Hechchamda qutilmaydi, tutiladi. Darvozani ochib qo'yadi. Marhamat deydi, endi darvoza yo'q. Endi uni ushlamayapti. Hammasi to'g'ri kirib ketaveradi. Xohlagan joyda xohlagan ishini qiladi. Darvozasi yo'q uy qanday bo'ladi? Organizm xuddi shunaqa. Bodomcha bezi yo'q odamni xuddi darvozasi yo'q odamday bo'lib qoladi, uy egasiday bo'lib qoladi. Endi ana shu stafilokok, streptokok bilan boshlanishi bir xil bo'ladi. Kirgandan keyin birinchi buqoqni shamolllantiradi. Ular o'zi birinchi boradigan doktori endokrinologlar bo'ladi. Endokrinologga borganda ko'radi, tiroidit it so'zi qo'shilib shamollash degani. Birinchi o'zi qilganda tiroidit agar ancha vaqtdan bo'lsa tugun bo'ladi.
hozir manda 5 yosh 7 yosh bolachalar tuguni bor, 2-3 millimetrli tugunchalari bor. Voyda deymiz. U tugun qayerda? Masalan, tomoqda stafilokok, streptokok keldi, shunday bitta tushdi buqoqga. U yugurib keladi. Bitta begona xas tushdi. Hammasi keladi, o'raydi, o'ldirishni boshlaydi haligini. Bittasida, yordam ber, kel. U hammasi kelib kattalashaveradi. Ya'ni qancha ko'p chaqiradi, qo'shnilarni chaqirib tez kelinglar. Haligini hammasi birgalikda chuq o'ldirishga boshlaydi. Bu yerda limfalar yordamga kelaveradi. Natijada qarasizki, o'ziga qilinganda buqoqda tugunchalar deydi. Garmon topshirganda TTga normada 2,5 beradi. Hozirgi yangi bo'yicha 1,8, 1,8 dan balandmi qara deyapti. 1,8 dan baland biza bunga qo'shimcha yordam ber buqoq. Buqoq qiynalyapti deydi. Buni endokrinolog juda ham yaxshi biladi. Endi qara, buqoqda masalan 1,8 dan yo baland bo'lib ketadi, masalan 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 TTga va antitepo degan narsa bor. Ya'ni buqoqda qanchalik zararlanish bo'ladi o'sha ichkarida. Ana shuni aytadigan datchik bor. Bu analizot antitepo deyiladi. Endokrinologlarga boradi, antiteposi baland, endokrinolog aytadi, bu nima baland desa, qo'yaver deydi. Bu o'zi joyiga keladi. Sen umring oxirigacha L-Tiraxin ichib yuraver deydi. Bemorda o'zi aytadi, manda deydi, mana shu balanda deydi, TTga ham balanda, antitepo ham balanda desa, hech narsa qilmaydi deydi. Hozirgi kunda men oxir majbur bo'ldim ijtimoiy tarmoqlarga chiqib bong urishga. Chunki bu bir necha yildan beri men odamlarga gapiraman, qarasam yuzma-yuz o'zimga kelgan odamga kuniga 30 ta 40 ta kasal ko'raman. 30 ta 40 ta kasalga aytgandan ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq ish ko'rar ekanda va hamma birgalikda agar tomog'ida tugun bormi, o'ziga qilganda tiroidit dedimi yoki endokrinologga bordi, endokrinolog antitepo baland qo'yaver, o'zi tushib ketadi dedimi, u endokrinologdan qochish kerak va yugurib borib tomog'idan ekma olib ketiga tushish kerak yoki qo'ymasin. Mana aytadi, bola yig'lasa ona ko'kragini beradi, ya'ni sut beradi. Bola yig'lamasa yaxshi yotibdi-ku deydi, boshqa ishini o'rtoqlaridan gaplashadi. Xuddi shunaqa bu yerda ham agar men oxiri majbur bo'ldim ijtimoiy tarmoqlarga chiqishga. Endokrinolog emasman. Juda ko'p kishi meni endokrinolog deb tanir ekan, chunki patsientlarim keldi, "Mani doktorim Savdat Yorni desa, u endokrinolog deb aytdi." Yo'q, men endokrinolog emasman. Endi ba'zi bir qavs ichidagi endokrinologlarimiz e'tibor qilmagan narsaga voyda deb aytish uchun chiqqan infeksionistman. Chunki oddiy narsa. Biz 7 yil medinstitutda o'qiymiz. Mana shu 7 yil hammasi borganman, endokrinologiyada o'qiganman. 5 baho olib ketganman endokrinologiyadan. 7 yildan keyin men endokrinolog alohida o'qimaganman. Nimagadir bizda mutaxassislar 7 yildan keyin alohida 2 yil o'qiydi. Mana shu narsaga qolib ketishyapti-da. Masalan, 2 yil endokrinologiyada o'qiydi, turadi. Bo'ldi. Men boshi esdan chiqib ketyapti 7 yilliga. Sen infeksiya o'qigandiku 5-kursda. Kallani ishlat. Antitepo bu buqoqdagi shamollashda aytayapti. Keyin shu shamollashda olsam buqoqdagi tugun ketadi-ku degan narsani o'z ustida ishlamagani uchun biz hozir ijtimoiy tarmoqlarga chiqib bong urishni boshladik. Men ularga menga kel demayman. Meni juda ko'p vrachlar kuzatadi. Men ularga nam yo'q, ularga podskaska berib beraman. Kuchli tekshir deyman. Men kuchli mutaxassis bo'lsa-chi, u hech qachon hali birovdan anaqa qilmaydi. O'z ustida ishlaydi. Aqlli mutaxassislarimiz ko'p. Balki ular qaysidir anaqa bilan malaka oshirishga kela olmayotgandir. O'sha uchun men ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, men haftada bir marta O'zbekiston kanaliga chiqib, men shu narsani tushuntiryapman, Toshkent kanallariga chiqyapman, harakat qilyapman. To'g'risi, hali qizim senga eshit aytaman, kelinim sen eshit degan joy bo'lyapti-da. Ya'ni men patsientlarga qarab aytayapman, lekin patsientning orqasida asosan doktorlarga qarataman. Har bitta gapim, har bitta ekranga chiqib gapirayotganimda orqasida vrach eshitsin deyman. Vrach eshitib tursin, harakat qilsin, uyg'onsin. Har bitta bemor unga najot so'rab keladi. Biz oq xalatda, men bilasizmi, eng yomon ko'rgan gapim patsientlarim keladi. Bizda mol doktorlar deydi. Jahlim chiqib ketadi. Juda jahlim chiqib ketadi. Chunki bitta medik o'stirish oson emas-da. Men o'zim bilaman, jonim biladi deydi. Har bitta bizchi, mana hamma o'rtoqlarim, boshqa institutda o'qiydigan o'rtoqlarim mazaq o'ynab yurardi. Men izillab o'qirdim. Men o'zim aslida matematikadan chuqur o'zlashtiruvchi litsey maktabda o'qiganman.
Men faqat matematikadan olimpiadalarga borardim. Matematikam zo'r. Hozir ham o'nli logaritmlarni bilaman. Masalan, hozir ham giperbola, parabola bilaman va birinchi marta biz litsey sinf bo'lganimiz uchun men 11-sinfda men vrach bo'laman deganimda, men ustozim juda xafa bo'lgan. Qanday men sendan matematik chiqaraman deb o'tirganimda, sen birdaniga, "Yo'q, men mediklar oilasidanman. Meni onam doktorlar, men baribir medik bo'lishim kerak." Endi o'sha paytgacha biz o'sha bilan yurganmizda, ya'ni matematikam kuchliroq bo'lgani uchun, olimpiadalardan yaxshi ball olib kelganim uchun, men matematikada ko'proq turganim uchun ham menda va meni matematika sinfiga berishganda, holbuki bizda ximbiologiya chuqur o'zlashuvchi litseylarimiz bor edi. Men matematikada o'qishganman va men nima demoqchiman, nimaga olib kelmoqchiman? Har doim mana biz o'qiyotganda, qilayotganda bitta medikni qilish uchun 7 yil kirishni o'zi bo'lmaydi. Birinchi yil yiqilganman mana. Birinchi yil yiqilganman. 191 ball bilan yiqilganman. Ko'rasiz? Shunday meni tepamdan chiziq chizishgan. Men yig'laganman. Men hech narsa deya olmasdim. Qanday men aktivistman. Birinchi yil 195 ball bilan meni tepamdan chizishgan. Men yiqilganlarni birinchi o'rinda turganman. Uni alamini ko'ring edi-da, nimaga shuncha o'qidim deganman va undan keyin yana 1 yil tayyorlanib o'qishga kirganman. 7 yil medinstitutda. 3 yil aspirantura, 3 yil ordinatura, 2 yil ordinatura, undan keyin 3 yil magistraturamdan keyin aspiranturam, doktoranturam. Shunchalik ko'p o'qiganimda o'zim adashib ketyapman. 40 yoshgacha mana qarindoshim aytadi, "Hali ham o'qiyapsanmi?" derdi. Chunki bitta medik yetishtirishda o'zi bo'lmaydi-da. Men uni tushunaman-da va har doim u hali qo'y doktor ekan, miyasi yaxshi emas doktor ekan desa xafa bo'lib ketaman. Yo'q, qayerdadir o'sha doktorimiz sal o'qishdan chetda qoldi. Chunki bizda meditsina shuncha rivojlanib ketyapti. Bugun o'qigan kitobingiz ertaga eski bo'lib qolyapti. Doktor qaysidir sohada kuchlidir, shu joyda e'tiborsiz qolgandir, deyman. Chunki masalan, torch infeksiyada ko'p kishi jit tekshiradi. Men aytaman, jit tekshiradiki, oxiri hatto zo'r mutaxassislar torch infeksiya yo'q deb chiqadi. Uzr. Torch infeksiya bor. Faqat siz jini tekshiraverganingiz uchun sizga yo'q deb ko'rinyapti. Ji bu yoshligida bo'lganimi? Hozir bormi? Undan tashqari avidnis. Bu torch infeksiya eskimi, yangimi? Ko'rasiz? Mana shu narsalarni e'tibor qila olmay qolib, natijada u doktor ozgina kam o'qiganning hisobidan u yaxshi emas doktorga aylanib qolyapti-da. O'shuning uchun ham men nimaga hozir 60, 70, 80-yillarni esladim. Chunki oldinlari bizda har bitta kelganda ona bilan bolani o'rtasida nafas oladi, boshqa onaning infeksiyasi yo'qmi qo'shimcha tomog'idan ekma olinardi. Stafilokok, streptokok chiqdi, to'xta, senda stafilokok chiqdi. Ko'kragini yuvib, stafilokokni sepib keyin emdirish aytilardi. Axlati yomon chiqsa stafilokokni fag ichirilardi. Faglar juda mashhur edi. Orada 20-30 yil shuni unutdik. 20-30 yil shuni unutdik-da. Natijada birinchi tomoqda hozir shunchalar buqog'ida tugan ko'p odam ko'payib ketdi. Antiposi bilan bizda ular birinchi endokrinologga boryapti. Endokrinologlar bular o'tkazib boryapti. Yuravering deyapti. Bizda o'zbekka nima? Yuraveringsa yuraveradi. U unga yaxshi gap aytadi, quloqqa yoqadigan gap aytadi. Lekin ertaga u tugun kattalashib 20 bo'lsa operatsiya qilyapti. O'sha endokrinologlaringiz buqog'idagi tugunni operatsiya qilyapti. Voyda deyapmiz. Endi qarang, bu tiroidda stafilokok, streptokok yana qaytamiz. Chunki biz bemalol erkin gapiring deganingiz uchun erkin gapirib beryapman. Chunki ichimdagi gaplarim ummon bo'lib otilib chiqadi. Vulqon bor, otiladi, menda otilib chiqyapti shu narsalar. Endi tiroid, undan keyin keldi gastrit, oshqozondagi shamollash. Biz aytamiz, ovqat yeganda bilinib qolyapti deymiz, mana yoki ko'kragim achishyapti deymiz, yoki mana bu yerim achishyapti deymiz. Ko'rasiz, hammasi shamollashdi. Keldi gastrit, gastritdan keyin oshqozon osti, pankreatit, oshqozon osti bezi shamollash. Bu yo'li mana tomoqdan kirdi, bo'qoqni buzib oldi, mazza qilib, oshqozonni buzib oldi. Endi oshqozon osti bezini buzishga o'tdi. Pankreatit, oshqozon osti bezi shamollashi. Undan keyin o'tadi o't qopga. Ya'ni xolitsistit. Xolitsistit bo'lganda o't quyuqlashaveradi, ovqat yaxshi o't oqmaydi, qiynalaveradi, toshlar paydo bo'laveradi, ovqat yeganda o'ng qo'rg'osida og'riqlar bo'laveradi. Keyin pastga tushadi. Ayollar bo'lsa kalpitlar, erkak bo'lsa prostatit.
o'sha uchun prostat ko'payib ketdi. Yosh yigitlarda ham prostat, eski zamonda bunchalik prostat ko'p bo'lmasdi. Undan keyin erkak bo'lsa tuxumlarida kistalar. Oyda tuxumda kista nima qiladi? Uchiq chiqadi-da bizga o'xshagan shamollasangiz. Tuxumlarda kistalar bo'lyapti. Bu yerda ayollarda esa sal shirinlik yesa hidli выделение, bakvaginozlar ko'k, chunki женскийda ko'k chiqyapti. Pochka bilan kelgani uchun buyrakdagi kasalliklar, hatto pochkadagi absesslar, mana shuniki stafilokok, streptokok degan biz oddiy qaraydigan. Buyrak bilan siydik qopidan o'tyaptimi? Sistit. Mana sizga hammasi it. Undan keyin kelyapti-da oyoq suyak yemirilishigacha. Oyoqlardagi bo'g'imlar yemirilishi. Ana shu joyda stafilokok, streptokok ikkiga bo'linadi. Stafilokok bo'lsa bundan oqib keldi-ku, mana bo'g'imlarda qolib ketaveradi. Bo'ldi, yig'ilaveradi, suyak yemirilishi, nimani almashtir, ketaveradi. Streptokok bo'lsa yurakka o'tadi. Revmatizm, undan keyin yurakdagi yallanish, miokardit, har xil mana yurak kasalliklari ketaveradi-da. O'sha uchun ular oxirida kardiorevmatolog nimasida qolib ketadi. Ular nazorat, ular ham garmonni bosaveradi. Mana ko'rasiz, qancha bitta shu tomoqdagi infeksiyaga e'tiborsizligimiz yillar davomida butun organizmni kasallanish. Agar siz uni olib tashlagan bo'lsangiz, bodom bezlarini, uni tezroq bo'lasiz, davolamasangiz. O'sha uchun men har doim aytaman-da, masalan, menga videolarga keladi yoki qizchalar keladi, kichkina onasi keladi. Yaxshi ham YouTube'da yoki men Instagramda aytib qo'yaman, kichkina qizchalarning ich kiyimi sariq bo'ldimi, ehtiyot bo'l, tomog'ini ekkin deb bekorga aytmayman. Tomog'dan keladi, u yosh qari odam bo'lsa bo'ldi, uni erkak, ayol, bola, katta tanlov yo'q, hammamizda og'iz bor. Hammamizda bodomcha bezlar bor, hammamizga bakteriya bir xil kiradi. O'sha uchun men har doim aytaman, agar kichkina bolachalarning ich kiyimi sariq bo'lib kelsa, ich kiyimi yoki oyog'i og'ridi desa, yoki buqoqda tugun deb kelsa, ko'krakda tugun deb kelsa, выделение to'xtamaydi, faqat ginekologdan men tuzalmayapman deb kelsa, erkaklarda prostatit deb kelsa, bularning hammasida birinchi tapichkadagi mixni topish kerak deymanda, tomoqda ekmasiga o'tib beryapman. Va tomoqdan menga oynaday bo'lib chiqib kelyapti. Ana o'sha uchun men bunchalik ko'p infeksiya ko'rmagandim-da, men hayron qolyapman. Bu oddiy deb qarar edik. Oddiy deb qarar edik. Saodat opa, shunday kelib chiqishi nimadan? Men aytayman-ku, bakteriyalar tashqaridan yuqadi. Masalan, bizda nima? To'y qilsa hamma o'pishib ko'rishadi. Avvallari ham ko'p bo'lganmi? Bo'lgan avvallari. Hozir immuniy sistema kamayib ketdi va hozir tekshirmay bu narsaga bo'sh qo'yildi. O'rtada 20 yil bo'shliq bo'lib qoldi. Biz bo'sh qo'ydik. Bakteriya borligini unutdik. Buni agar to'liq davolasak qaytalanmaydimi? Yo'q. Qarang, siz agar yana ham yo'qsa fagla ichgan bo'ladi-ku, immunitetini ko'tarilgan bo'ladi, organizm o'zi kurashib yo'qotib yuboradi. Organizm o'zini kurashishga o'rgatib qo'yish kerak. Muntazam ravishda yillar davomida davolanib yurish shart emas. Yo'q. Bitta yaxshilab nimaligini bilib, uni tagiga yetib, oxirigacha qaysi organlarni zararlagan o'sha organlarni to'g'rilab, shu bilan davosini berib yuborsangiz, uni o'sha chiqadi, endi u yerda ko'p, juda ko'p. Stafilokok, streptokok, atenobakter, enterobakter ketaveradi-da, juda ham ko'p. O'sha uchun ham har birini o'zini davosi bilan kelib chiqadi. Buni aniqlash uchun to'g'risi meditsinada 40 gacha o'qidik-da. O'sha uchun har doim aytaman, bizga kelinglar, biz chizib beraveramiz. Chunki uni yo'li ko'p-da, uni yo'lini qilish uchun o'tirib olib, ishlab, har biri bilan bitta-bitta gaplashish kerak bo'ladi. O'sha uchun har bir odamni o'zinikini ekib, o'zinikini bergan yaxshiroq bo'ladi-da. Saodat opa, aynan mana shu kasallikdan, mana shu infeksiyalardan, bakteriyalardan aziyat chekayotgan YouTube kuzatuvchilarimiz bizni hozir kuzatib o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Keling, ularga manzilni tushuntiraylik. Sizga kelib murojaat qilishsa bo'ladimi? Shular haqida batafsil aytib bering. Hozirgi kunda ish faoliyatimni Toshkentda Chilonzor algoritm dahasida Nurmed klinikasida olib boryapman. Bu o'zimning klinikam, o'zim uchun mo'jazgina ham ochib oldim. To'g'risi juda ko'p kishilar juda katta joylarda har kun taklif tushadi, keling menda ishlang deb. Nimaga deganda aytadi, o'z uyim, o'lan teshagim, kichkinagina o'zimning mo'jaz joyimda hech kim meni boshqarmaydi. Chunki baribir kimnidir qo'li ishlagansa boshqarish kerak bo'ladi. Ama erkin odamman deymanda, o'sha uchun algoritmda
Nurmed klinikada mo'jazgina kichkina joyda har doim bo'laman. O'sha uchun har doim e'tibor qilsangizlar, o'zlaringiz vrachlarga boringlar deyman. Agar juda bo'lmasa, mayli menga kelinglar deyman. Chunki o'zimda patsientlarim juda ham ko'p. Ularga ba'zida ulgurmayman qilaman, navbat bilan yozilishadi. Va har doim ma'lumotlarim o'zimda qolib ketmasin deyman. Mana 50 taga borib qoldik-da. Va bu ma'lumotlarim, bu bilimlarim o'zimda qolib ketmasin. Shuncha o'qigan kitoblarimni o'zim bilan olib ketmaydi, vahimaga tushib qolar ekansiz. Odamchi umrini teng yarim o'tgandan keyin o'ylab qolar ekansizda va bu ma'lumotlar qolishi kerak, muhrlanishi kerak. Yoshlar bilishi kerak. Yosh doktorlarga albatta, yosh mutaxassislarimizga berishimiz kerak. Bilasizmi? Yosh mutaxassislarni o'rgatish oson. Yosh katta pokoleniyalar sal bo'yin egishi qiyinroq bo'lyapti. Ular o'zini fikrida qotib qolgan bo'lyapti-da. Iltimos, baraka topkir, sal kibrdan tushgin, sal birni pastga qilgin deyman-da. Chunki sal bizda kibr degan narsa ko'proqda. Nimagadir shu bizda soha mutaxassislarda menda birinchi kelganda patsientlarning bitta gapi: "Sodipa, shuncha fan nomzodisiz, hech bunisiz, hech kibrlanmadingizmi?" Aytaman, "Nimaga? Kibr bizga emas" deyman-da. Yana meni bir hayratga solgani, erinmasdan o'zingiz har bitta bemorga javob berib o'tirasiz. Bo'lmasam yordamchilaringiz bor, adminlaringiz bor, lekin har bittasiga soatlab javob berib tushuntirib o'tirasiz. Chunki bilasizmi, yuragim to'lmay ketaveradi. Shu nimadir ma'lumot ololmay qoldi-da deyveraman-da. O'sha uchun ham hali uni ko'rganda menga bittagina ko'raysizlarni hamma gaping jugali xuddiki deyman, anaqa yaxshi tushuntira olmadi-da. Shu chala qolib ketdi-da degan fikr bo'lib ketaveradi-da. Va har bitta bemorimni kelganda uni bemor emas, o'zimni ukam, o'zimni bolam yoki o'zimni singlim, o'zimni katta bo'lsa o'zimni onam, o'zimni opam kasal bo'ldi deb qarayman. Ularga qaraganda pul emas, shu muammosini yechib beray deb chin dildan harakat qilaman-da. Chunki men har doim aytaman, men hatto o'zimga ishga olayotganda ham ko'zi to'q doktorlarni ishga olaman. Men aytamanki, qachonki doktorning ko'zi to'q bo'lsa, u kasalga qaraganda pul ko'rmaydi-da. Ya'ni uni ko'zi to'q. Masalan, men o'zim ishga maza qilishga kelaman. Mazza qilib ketishga kelaman. Xo'jayinim yetarli qilib beradi. Bu 4 ta bolam bor. To'g'risi shu bolalarimni xo'jayinim olgancha ancha yengilligim bor. Chunki bolalarni o'qishi, boshqasi, uy ro'zg'orali, nimasi bor, ana xolodilnik to'ldirish deganda kartochka necha pul bilmayman deyman-da. Bu taraflarni xo'jayinim yengillik qilib bergani uchun kasal ko'rganda mazza qilaman. Oxirgi bemorim kirganda charchamadingmi desa, "Yo'q, sen oxirgimi" deyman. Chunki ulardan chiqib ketib, xo'jayinim bolalarim bilan uchrashib, biz yana hayot davom etadi. 10 gacha, 10 da uxlashim kerak deyman. Chunki 5:30 da turish uchun, organizm mendan o'ch olmasligi uchun 10 da uxlash kerak degan konsepsiyaga juda ham qattiq rioya qilaman. Saodat opa, sizga kattakon rahmat. Juda ham bir gaplashib maza qildik. Menimcha kuzatuvchilaringiz ham maza qilishda o'zligi kerak bo'ladigan tavsiyalarni, maslahatlarni olishdi. Sizni yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p chiqishlaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Harakat qilamiz, vaqt ajratib, yana bir kelib, yana ko'p mavzular bor, ochilmay qolgan mavzular. Ana shularni ochib berishga harakat qilaman. Rahmat.